Ikki do'st restoranda suhbatlashib o'tirmoqda. Ularning biri muzikant va u fleyta chalishidan norozi bo'lib gapira boshladi. Bilasanmi, musiqachi bo'lganimdan beri boshim balodan chiqmaydi. Nega la'nati shu fleytani tanladim? Bir kuni Afrika podshohiga konsert qo'yib berdik. Unga konsert juda yoqdi va u musiqa asbobiylariga sig'adigan darajada tilla beraman dedi. Barabanchi 1000 tanga, kontrabaschi 2000 tanga oldi. Menga esa 1 tanga nasib qildi. Va keyin arab podshosiga konsert qo'yib berdik. Unga ham konsertimiz juda yoqdi va u ham musiqa asbobimizga sig'adigan darajada pul berishini aytdi. Barabanchi $1000, kontrabaschi $2000 va menga yana o'sha kopeyka. Umidimni so'ndirmadim va keyingi safar yaxshi bo'lar deb Rus podshohiga ham konsertga bordim. Va afsuski unga konsert yoqmadi. U musiqa asbobilarini orqalarga tiqaman dedi. Barabanchini baxtiga baraban juda kattalik qildi. Kontrabaschiniki esa juda ham katta edi. U sig'madi. Menikiga esa silliqqina. Xullas, bu menga kerak emas. Senga sovg'a qilaman.